Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Termiz davlat universiteti milliy libos, kashtachilik, to'qimachilik kafedrasi o'qituvchisi Sultonova Feruza Umaraliyevna bo'laman va bugun biz sizlar bilan kostyumni kompyuterda loyihalash fanida ishlab chiqarishda, ya'ni kiyimlarni ishlab chiqarishda axborot texnologiyalarini qo'llash haqida gaplashamiz. Kiyim ishlab chiqarishda bu bizlardagi barcha umumiy ishlab chiqarish jarayonlarini qamrab oladigan jarayonlarda axborot texnologiyalarini qo'llash va ularning samaradorligi haqida sizga bir muncha ma'lumotlarni berib o'taman. Kiyim ishlab chiqarishda axborot texnologiyalarini qo'llash zamonaviy tekstil va moda sanoatini ajralmas qismiga aylangan. Bugungi kunda ushbu yo'nalish bo'yicha axborot texnologiyalarini qo'llash moda sanoatiga ishlab chiqarish texnologik jarayonlariga bir muncha o'z ta'sirini ko'rsatib kelmoqda. Bu texnologiyalar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish, mahsulot sifatini va dizaynni yaxshilash hamda mijoz ehtiyojlarida tez javob bera oladigan mahsulotlarni ishlab chiqarishga yordam beryapti. Chunki bugungi kunda aniq ehtiyojlarni, iste'molchi tomonidan qo'yiladigan talablarni, bozor iqtisodiyotini va bir muncha raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish, zamonaviy moda yo'nalishlari, tendensiyalarini o'rganishda axborot texnologiyalarining o'rni beqiyos bo'lib kelmoqda. Bu nafaqat modeler, dizayner, injener, texnolog, balki ayni vaqtdagi ishlab chiqarish jarayonlaridagi ishlab chiqarish muddatlarini qisqarishiga va ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilanishiga, samaradorlikni oshirishga va iste'molchi ehtiyojlarini to'liq o'rganishga imkoniyatlar va bizga turli xil yo'nalishlarda xizmat qilib kelmoqda. Dizayn va modellashtirishda CAD tizimlarini, ya'ni ishlab chiqarishni loyihalash tizimlaridagi ishlash jarayonlarini qo'llanilishi, tizimdagi, ya'ni bizlardagi CAD tizim yordamida kiyim dizayni kompyuterda yaratilish va ularni shakllantirish, saqlab qo'yish, tahrirlash, ularni o'zgartirish va hattoki bugungi ishlab chiqarish jarayonlarida ularni hali tikib ulgurmasdan ularni virtual ko'rinishini shu iste'molchiga yoki talabgorga ko'rsatish imkoniyatini bermoqda. Dizayn jarayonini tezlashtirish, xatoliklarni kamaytirish, turli variantlarni sinab ko'rishga imkon beradi. Ya'ni biz iste'molchi talablarini o'rgangan holatda unga maqbul keladigan turli xil taklif modellarni ishlab chiqishimizga, taklif modellarini iste'molchiga virtual ko'rsatish, ulardagi kamchiliklarni, ulardagi aksessuarlar joylashishini, turli xil bezak elementlarini berishni va inson qomati bilan hamohang holatda kiyim loyihalash imkoniyatlarini beruvchi bugungi axborot texnologiyalarining asosiy elementlardan bo'lib hisoblanadigan CAD tizimlari bizga bunday imkoniyatlarni yaratib berish uchun xizmat qilar ekan. 3D modellashtirish, ya'ni 3 o'lchamli tizimlarda ishlash bizlarda bugungi kun yuqorida aytib o'tgan barcha virtual harakatlanish, kiyimni oldindan prognoz qilish, ya'ni ularni to'liq tasavvur eta olish, ularga mato tanlash va 3D modellarini, assortiment kiyimlarni virtual maketlash, sinovlardan o'tkazish mumkin. Bu bizga real namunalarni tayyorlash zaruratini kamaytiradi. Ya'ni bizlardagi turli xil maketlarni tayyorlash, oldindan ularni kamchiliklarini ko'rish imkoniyatlarini beradi. Mijozlarga qanday kiyim ko'rinishi qaysi ma'noda ularni sifat darajasini oshirishni va ularga qanday qomatlariga o'rnashishini ham, hattoki bugungi kundagi 2 va 3 o'lchamli tizimlarning kombinatorikasi orqali biz ularga ko'rsata olishimiz, bularni loyihalash va ulardagi kamchiliklarni bartaraf eta olishimiz mumkin.
Apple tizimlari orqali ishlab chiqarishni ombor, sotuv va buxgalteriya yagona platformada boshqarish imkoniyatini beradi. Bu orqali biz resurslarni nazorat qilish, mahsulot harakatini kuzatadi, xarajatlarni tahlil qiladi. Ya'ni bu degani biz, hurmatli kuzatuvchilar, biz yaratgan kiyimlarimizni qanchalik jahon bozorida yoki mana shu ichki bozorda qanchalik xaridorgir bo'lganligini, marketing tadqiqotlarini va u kiyimga bo'ladigan talablarni, undagi ishlab chiqarish jarayoniga qo'yiladigan talablarni va ulardagi hisob kitoblarni, bu modelni biz keyingi mavsum uchun ham ishlab chiqarishga tatbiq eta olamizmi yoki ular omborda qolib ketishyaptimi? Bugungi talab, bu biz ishlab chiqargan mahsulotga qanchalik talab kuchli ekanligini ko'rsatib beradigan bizga platformalar, bular Apple tizimlaridagi platformalar ekan. Va bular bilan biz nafaqat kiyim ishlab chiqarish jarayonlaridagi talablarni, balki undagi o'zimizdagi zaxira omborlaridagi resurslarni, moddiy texnik bazalarimizni ham tekshirish ishlarini amalga oshirishimiz mumkin ekan. Yana bir qancha axborot texnologiyalaridagi bir qancha mahsulotlar orqali mahsulotlarni prognoz, ya'ni ularni oldindan aytib bera olish, ulardagi mahsulot ishlab chiqarish sifatiga ta'sir qiladigan omillarni, mahsulotning hayotiy siklini, dizayn, ishlab chiqarish, marketing, sotuv to'liq boshqarilishi, yangi kolleksiyalarni yaratish, jamoaviy ishlarni soddalashtirish, ya'ni ishlab chiqarish jarayonlarini birmuncha soddalashtirish, jamoaviy ishlarni avtomat yoki yarim avtomatlar orqali ishlab chiqarishga tatbiq etish, dizaynerlik sohasidan toki kiyimni hayot sikligacha, ya'ni iste'molchiga yetkazungigacha bo'lgan masofagacha bo'lgan qiymatlarni o'z ichiga oladigan tizimiy PEM tizimlari va undagi ishlab chiqarish jarayonlarini to'liq o'ziga qamrab oladigan tizimiy dasturlar ham mavjud ekan. Bu bilan biz ishlab chiqarish jarayonida xatoliklarni, o'rniga aniqlikni, vaqtlarni tejashni va ishlab chiqarish jarayonlarini, murakkab operatsiyalarni birmuncha soddalashtirishga erishar ekanmiz. Avtomatlashtirilgan kesish va tikuv mashinalari, ya'ni biz nafaqat tikuv jarayonlarini, loyihalash jarayonlarini, bundan tashqari biz bichuv jarayonlarini to'liq avtomatlashtirilgan ish joylariga o'tkazishimiz ham mumkin ekan. Kompyuter boshqaruvidagi mashinalar matoni kesishi va tikishda aniqlikni oshiradi. Ishlab chiqarish tezligi oshiriladi, ya'ni ishlab chiqarish jarayonlaridagi birmuncha avtomatlashtirilganda amaliy dasturlar orqali ishlab chiqarishga tatbiq etilayotgan avtomatlashtirilgan ish joylari bugungi kunda texnologni ishlarini va korxonani samaradorligini oshirishga, unumdorlikni yanayam qo'llab-quvvatlashga xizmat qilib kelmoqda. Avtomatlashtirilgan ish joylari, bichuv jarayonlari bu xatoliklarni kamaytirib, ishlab chiqarish jarayonidagi chiqindi foiziga birmuncha ta'sir ko'rsatish bilan bugungi kunda foyda keltirib kelmoqda. Ishlab chiqarish jarayonlari, big data va sun'iy intellektlar bugungi kunda xaridorlarga va biz ishlab chiqarish talabgorlarga nima bermoqda? Mana shu savolga bugungi darsimizdagi birmuncha misollar bilan sizga tushuntirib beraman. Hozirgi zamonaviy texnologiyalar asosida siz biror kiyimni virtual yoki onlayn magazinlardan xarid qilayotganingizda ulardagi sun'iy intellektlar bu kiyimni razmer, rost bo'yicha sizning qomatingizdagi o'rnashuvini turli xil avatarlar orqali ko'rsatib berishadi. Undagi harakatlanish jarayonidagi kiyimdagi noqulayliklarni ham ko'rsatib berish imkoniyatiga egadirlar. Bundan tashqari sizga kiyimning moda dizayni, ya'ni uslubi, ko'rinishi, silueti qay darajada sizning qomatingizga o'rnashuvini ham aynan mana shu sun'iy intellektlar orqali siz baholab borishingiz mumkin bo'ladi. Xaridorlar afzalliklarini tahlil qilish, modani bashorat qilish, omborlarni optimallashtirish uchun ishlatiladi. Ya'ni bizlardagi ombordagi mahsulotlarni har bir
har bir ishchi orqali ularni xaridorlarga reklama qilishdan tashqari sun'iy intellekt orqali yaratilgan mana shu avatarlardan biz foydalanib ularni reklama qilish va turli xil ishlab chiqarish jarayonlariga tatbiq etishimiz mumkin bo'lar ekan. Sun'iy intellekt asosida mijozlarni shaxsiylashtirish, tavsiyalar berib borish mumkin bo'ladi. Bu qanday amalga oshadi? Deylik, masalan, to'lalik guruhiga mansub kishilarga biz kiyim loyihalayapmiz va ulardagi turli xil qomatdagi kamchiliklarni bartaraf etish va ularni kiyim orqali ko'zga tashlanmaydigan qilish bu bizning texnologlarning va dizaynerlarning asosiy ish mas'uliyati bo'lib hisoblanadi. Biz sun'iy intellektlar orqali bu narsalarga urg'u berish va aynan mana shu drapirovkalar, turli xil aksessuarlar, turli xil bezak elementlari va kiyimni konstruktiv o'zgartirish va ularni modellashtirish orqali biz ularni qomatga moslashimiz va aynan iste'molchi talabi bo'yicha turli xil yo'nalishlarda, turli xil uslublarda va uslublar kombinatorikasi orqali ham loyihalab berish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Eng asosiysi, biz loyihalagan kiyimlarni hali tikib ulgurmasimizdan maketini tayyorlab, ularni kiygizib ko'rib, yana xaridorni qaytadan jalb qilmasdan, ya'ni vaqtini olmasdan buni sun'iy intellektdagi avatarlar orqali kiygizib ko'rsatib, ularga namoyon etish imkoniyatiga ega bo'lar ekanmiz. Bizlarda onlayn do'konlar yaratish, ya'ni ishlab chiqaruvchi o'zini mahsulotini onlayn do'konlarda, ommaviy bozorda, jahon bozoriga chiqarish imkoniyatini berish ham bu aynan bizlardagi axborot texnologiyalari orqali, ya'ni zamonaviy texnologiyalarni qo'llagan holda axborot tizimlari, texnologik jarayonlarini yoritib berish bilan bugungi kunni asosiy elementi bo'lmish ana shu onlayn do'konlarni yaratish, raqamli kataloglar tayyorlash, ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ibot qilish, ya'ni o'z tovarlarini ijtimoiy tarmoqlarda ham sotish imkoniyatlarini berib bormoqda. Bu nafaqat biz modeler, dizaynerlarni vaqt samaradorligini, unumdorligini oshiryapti, balkim bugungi kunda axborot texnologiyalarini to'g'ri qo'llay olish bizlardagi iste'molchilarning ham bir qancha qulayliklarini keltirib chiqarmoqda. Bugungi kunda axborot texnologiyalar yordamida mijozlarni virtual kiyib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lish, ya'ni yuqorida aytib o'tganimdek sun'iy intellektlar orqali ishlab chiqarish jarayonlaridagi kiyimlarni loyihalashda ularni kiyib ko'rish, harakatlanib, ularga baho berish va ularni qomatlarida, yuz ko'rinishlarida va ularning ranglar tendensiyasining nafaqat uyg'unligini ko'rish imkoniyatini berib kelmoqda. Har bir mahsulot griftik qo'yilib, ya'ni ularga har bir belgilar, turli xil axborot texnologiyalarida ishlab chiqarilgan virtual moslamalar qo'yib boriladi. Ishlab chiqarish jarayonlarida esa sotuvchi bu narsa toki sotuvchidan tortib aynan vaqtdagi texnologning, dizaynerlarning ham kuzatilish imkoniyatini berib boradi. Axborot texnologiyalarini qo'llash, bu qurilmalardan samarali foydalanish bugungi kunda nafaqat ishlab chiqarish jarayonlarini, balkim do'kondagi sotuvchi tijoratchilarning ham ishlarini bir muncha osonlashtirib kelmoqda. Doimiy barqaror ishlab chiqarish uchun texnologiyalar bular energiya samaradorligini oshiruvchi dasturiy ta'minotlar, atrof muhit zarar yetkazmaslik, ishlab chiqarishni nazorat qilish va ishlab chiqaruvchiga bo'lgan kiyim ishlab chiqarishda axborot texnologiyalarini qo'llanilishi va ular bilan bir nafasda tijoratlashtirishni amalga oshirish ham bugungi kunning
dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Kiyim ishlab chiqarishda axborot texnologiyalarini qo'llash ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, sifatni yaxshilaydi, xaridorlar ehtiyojiniga mos mahsulotlar yaratishini va raqobatbardosh ustunlikni beradi. Bundan tashqari, kiyim ishlab chiqarishdagi axborot texnologiyalarini qo'llash bu bizlardagi eng yutuqlarimizdan biri. Bu tashqi investitsiyalarni jalb etish. Tashqi investitsiyalarni jalb etish haqidagi tavsiya va mulohazalarimiz bilan esa keyingi darslarda sizlarni tanishtirib o'taman. Bugungi dars bo'yicha barcha fikr, mulohazalar va savollarni ushbu e'tiboringizga havola etilgan elektron manzillar orqali kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling, bizni kuzatishda davom eting.